Bizda paxtadan asosiy farqi shundaki, bunda tub soni ko'p qo'yiladi haqiqatan. Keyin tola sifati, tola chiqimi yuqori 45-47% ni tashkil qiladi. Kapilniy sistema orqali tonnalar bu yerda mineral udobryena beriladi. Aynan shu tonnalar mineral udobryena berilmasa, bu hosildorlik ham oshishi qiyin bo'ladi. Bu paxtaning bitta yutug'i asosan o'tkir burchak ostida shoxlanadi va hosil shoxlari nisbatan kichik, yuqori hosil olish imkoniyatiga ega bo'ladi. Mana o'rgamchak kanaga chidamli degan ayrim mutaxassislarimiz o'zidan juda ko'p haligi nimalarni yasab chiqishdi, lekin mana ko'rib turibsiz, o'rgamchak kana qanaqa zarar berayotganini. Tojikiston Respublikasi Yovon nimasida viloyatidamiz. Mana ko'rib turganingizdek, aynan bu yerda xitoyliklar paxta navlari, ya'ni xitoyliklarning o'zi yetishtiradi bu paxta navini. Buni yetishtirishdagi asosiy sirlaridan biri nimada? Tub soni juda qalin qo'yiladi va bu aslida mana ko'rib turganingizdek, hosildorlik o'rtacha undaqa yuqori ko'rak yoki hosil elementlari ko'rinmaydi. Faqat tub sonlarning yuqoriligi, ya'ni 1 metr joyda o'rta hisobda 15-20 tagacha tub soni borligi va qo'sh qator ekilishi bilan nisbatan hosildorlik oshiriladi. Ko'rib turganingizdek, hosili kichkina, og'irligi yaxshi chiqadi. Bu biroz zarar kunandalarga, mana stressli omillarga nisbatan chidamliroq paxta navi hisoblanadi. Lekin hozirgi kunda aynan bu, ya'ni GMO nav bo'lishiga qaramasdan zarar kunandalar bunga ham jiddiy zarar yetkazib kelmoqda. Bu qandala, ya'ni Coleoptera turkumiga mansub bo'lgan asosiy 3 turdagi qandala, ya'ni beda, g'o'za, dala qandalalari aynan bu joyda ham ko'rib turgan paxtangizga ham jiddiy zarar bergan va hosil elementlari ancha qismini to'kib yuborgan. Mana ko'rishingiz mumkin, hosil elementlarimiz anchasi to'kilgan. Va yetilgan ko'raklarimizda ham aynan bu zarar kunandalarning zararini ko'rishimiz mumkin. Bunda yetishtirishda, ya'ni asosiy sirlaridan biri qo'sh qator va tub soni ko'p bo'lish bilan birgalikda kapilniy sistema orqali kerakli oziqa va minerallar, bundan tashqari ayrim zaharlar ham kapilniy sistema orqali beriladi. Shunisi bilan albatta bizda yetishtiriladigan paxta maydonlaridan farq qilinadi. O'rtacha hosildorlik 70 sentnerdan 150 sentnergacha deyilgan. Unda ham juda ham katta mehnat talab etiladi. Buning uchun juda katta bu yerda nima deydi? Himoya tizimi, o'g'itlash tizimi va agrotexnikani to'g'ri tashkil etish talab qilinadi. Aks holda bu yuqori rentabillikni qoplash qiyin bo'ladi. Shuni ham aytish kerakki, aynan bu kapilniy sistema orqali tonnalar bu yerda mineral udobryena beriladi. Va aynan shu tonnalar mineral udobryena berilmasa, bu hosildorlik ham oshishi qiyin bo'ladi. Mana aynan qandalarning zararini ko'rishingiz mumkin mana. Mana dastlabki shakllanishlarda yosh ko'raklarni sanchib so'rishi natijasi mana ustida qora dog'lar hosil qilgan va bu pastki qismidan sanchib so'rilishi natijasida oziqa kanallari bilan bog'liq muammolar kelgan va natijada hosil elementi aynan shu holatga yetganda va shona gul davrida ham to'kilib ketadi. Qolgan hosil elementlarimizni ham ko'rishingiz mumkin. Yetilgan ko'raklarimiz ustida ham bunday dog'lar bor. Natijada bu tola sifatini pasayishiga, uni chiqishiga va hosildorlik, ya'ni bitta chanoqdagi ko'rak toza paxtani og'irligiga ham salbiy ta'sir etadi. Bu esa o'z-o'zidan sentnerni pasayishiga sabab bo'ladi. Bu paxtaning bitta yutug'i asosan o'tkir burchak ostida shoxlanadi va hosil shoxlari nisbatan kichik, yuqori hosil olish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu yerda ham ancha agrotexnik xatolarga yo'l qo'yilgan, ko'rib turganingizdek, yetarli oziqa yetkazib berilmagan va mana ko'rib turibsiz, yorug'lik yetishmasligidan ham aynan ko'chatlar nozik, nimjon bo'lib qolgan. Egatlar ham u qadar yuqori nimada agrotexnik holatda keltirilmagan. Shunaqa kamchiliklari bor bu dalada. O'zimizda, ya'ni o'zbek paxtasi va Xitoy paxtasidagi asosiy farqi shundaki, bizda ko'proq
Mana ko'rishingiz mumkin, hozir u mavzuga ham to'xtalamiz. Mana o'rgamchak kanaga chidamli degan ayrim mutaxassislarimiz o'zidan juda ko'p haligi nimalarni yasab chiqishdi, lekin mana ko'rib turibsiz, o'rgamchak kana qanaqa zarar berayotganini. Bu paxta gumo bo'lishiga qaramasdan hozirgi kunda baribir o'sha sharoitda bunga oziqlangan sari zarar kunanda nima qiladi? Bunga moslashib boradi va bunga ham jiddiy zarar beradi. Bizda paxtadan asosiy farqi shundaki, bunda tub soni ko'p qo'yiladi haqiqatan. Keyin tola sifati, tola chiqimi yuqori 45-47% ni tashkil qiladi. Ana shunisidan farq qiladi va tolasi shpatil tola uzunligi, buraluvchanligi nisbatan yuqori bo'lganligi uchun jahon bozorida bizni paxtalarga, ya'ni paxtamiz tolalariga nisbatan buni narxi balandroq bo'ladi. Asosiy farqi shunda. Lekin keyingi paytlarda bu paxta ham zarar kunandalarga chidamliligi to'g'risidagi nima deydi, ma'lumotlar noto'g'ri ekanligini ko'rsatib qo'ymoqda. Mana ko'rib turibsiz. O'rgamchak kana, beda qandalar, shira, tamaki tripsi, bu xohlaymizmi-yo'qmi, baribir bu dala maydonlarda baribir aynan bu paxta nimasida ixtisoslashib, bunga ham zarar berib kelmoqda. Aslida bunda gumo shaklda qilinganda gaz-sipun moddasi nisbatan yuqori bo'ladi va bu modda yuqori bo'lgandan keyin aynan zarar kunandalarni bu o'simlikdan sanchib so'rib olayotgan soki, ya'ni o'simlik shira suyuqligi konsentratsiyasi gaz-sipun miqdori yuqori bo'lgani uchun noqulay bo'ladi va kamroq avlod beradi. Shuning uchun bu uncha xush ko'rmaydi. Lekin zarar kunanda baribir nima qilish kerak? Avlod qoldirish kerak, tur tarqatish kerak, boshqa qilish kerak. Shuning uchun bu nimaga ham chidamliligi ortib borib, mana ko'rib turibsizki, hozirgi kunda aynan shu zarar kunandalarning zarari yaqqol sezilib bormoqda. Bundan 2-3 yil oldin aynan lekin ko'rganmiz, beda qandalar bitta yarimta uchrardi. Hosil elementiga uncha jiddiy zarar bermasdi va o'rgamchak kanalar nisbatan tushmagan edi. Deyarli yo'q edi. Yonidagi boshqa mahalliy sortlar, misol uchun Tojikistonda yoki O'zbekistonda yetishtiriladigan mahalliy sortlarda juda ko'p o'rgamchak kana shiralar tushgan, lekin aynan bu zarar kunandalar ko'rinmas edi. Hozirgi kunda ko'rib turganingizdek mana yaqqol zarar berib kelmoqda.